Endiki mavzu hürmetlik vatandaşıma cıngı toktaydıgan mavzu bu ameli hareket. Siyaset belgelendi hareket nima deb savol qo'yamiz go. Siyaset belgelendi ameli hareket. Mana ma tövendeki leksiyani biz endi Amerika Qo'shma Shtatlarida siyaset yuqorqidagi 3 hujjat bo'yicha belgelendi. Endi hareket degan. Mana ma mavzu mundaq. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasi Tayvan sayli sayohat qonunini birdek ma'qulladi. O'tganda Kengash palatasining tashqi munosabatlar komiteti. Demak, o bir necha senator orqali ma'qullangan bo'lsa, endilikda Kengash palatasining umumiy a'zolari Tayvan sayli sayohat qonunini bir eg'izdan birdek ma'qulladi. Mavzuli xabar 3-ayning 1-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Davlat Majlisi Kengash palatasi haftaning 3-kuni, ya'ni 28-kuni Tayvan Amerika munosabatini yuqori ko'taradigan Tayvan sayli sayohat qonunini ma'qulladi. Prezident Trump imzo qo'ygandan keyin bu qonunga aydın. O'tgan oyda Davlat Majlisining Avam palatasi bu qonun loyihasini ma'qullagan edi. 1-ayning 10-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining Avam palatasi bu qonunni ma'qullagan. Bu yil, ya'ni bu yaqinda 2-ayning 9-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining Kengash palatasining tashqi munosabatlar komiteti bu qonun loyihasini ma'qullagan. Bugun 3-ayning 21-kuni, ya'ni 2-ayning 28-kuni deyli Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining Kengash palatasi umumiy yig'ini bu qonun loyihasini birdek ma'qulladi. Qonun loyihasida mundaq belgilendi. Amerikaning siyosiy har darajalik amaldorlarning Tayvanni ziyorat qilib, o'xshash darajalik amaldorlar bilan ko'rishiga ruxsat qilish. Shuningdek, Tayvanning har darajalik rahbarlarining hurmatini shart ostida Amerikaga kirib, Amerika amaldorlari bilan ko'rishiga ruxsat qilishni. O'xshashla Tayvanning madaniyat iqtisod vakilining Amerikada xizmatlarni qanot yaydirish, ilhom berishi lozim. Kengash palatasi sayli sayohat qonunini butun ovoz bilan ma'qullagandan keyin Cumhuriyetçiler Partisi Kengash palatasining a'zosi Tom Cotton bayonot e'lon qilib bunday qildi. Cumhuriyetçiler Partisining Kengash palatasiga a'zo bo'lgan Tom Cotton bayonot e'lon qilib bunday qildi. Jungo Tayvanni yetim qoldirishga izchil tirishchanlik ko'rsatyapti. Fakat biz Amerika yuqori qatlamdagi rahbarlar Jungoga inkas qaytarib zarbi bera olamiz. Bu qonun bizning Tayvanni yuqori darajada hurmat qiladiganligimizni tushuntirib berdi. Hukumatimiz bugun endi qonun loyihaga asosan harakat qilish kerak. Demek biz bugün Tayvan sayli sayohat qonunini ma'qulladik. Ma'qullikdan Kengash palatasining ma'qulligidan o'tdi. Bizning hukumatimiz endi mushu qonun loyiha bo'yicha harakat qilish kerak. Amerikaning yuqori darajalik rahbarlarini Tayvanga avatib, Tayvanning yuqori darajalik rahbarlari bilan ko'rishish kerak. Jungoning aloqador matbuotlari bundan sal burun ifoda bildirib, Jungo bu qonun loyihan intayin norozi. Buning ichida ba'zi moddalar Jungoning prinsipi xilof deb ko'rsatdi. Inkas birinchi, mush qonun loyihaga yozilgan nurg'un inkaslar bor, uni Alloh xolis kelar qatimlik ishimiz tayyorlab kelamiz. Bugun faqat bir inkasni misol keltirdik. Anglab qo'ying vatandoshlar. Inkas birinchi, Kengash palatasining Tayvan sayli sayohat qonunini birdek ma'qullaganligini olqishlaymiz. Prezident Trump bu qonunning ma'qullanishini qarshi olish kerak. Prezident Trump bu qonunga imzo qo'yib, Amerikaning o'tganda Tayvanga qaratgan siyosat xatoligini tuzatishi lozim. Endilikda sayli sayohat qonuni to'g'risida xabarimiz ketdi. Endi yana ikkinchi bir xabar. Diqqat vatandoshlar.
Xi Jinping mavzu Xi Jinping intayin keskin siyasi saat elip berişini yol koydu. Dikkatma sözge vatandaşım. Mavzuda haber 2. ayının 26. gün Dovit orbit edilen kılındı. Haber mındak başlandı. 19. kurultaydan keyin qisqigina 4 ay ichida 19. navbatlik 3. umumiy yig'in 3 qitim chaqirildi. 19. navbatlik umumiy yig'in 3 qitim chaqirildi. 1. umumiy yig'in, 2. umumiy yig'in, 3. umumiy yig'in. Bu hokimiyat qurgandan keyin Kompartiyaning tarixida misli ko'rilmagan bir ish. Bu qitim chaqirilgan 19. navbatlik 3. umumiy yig'in noqul holda ve hükümet organlarida islohot erib bor deb qaramaslik kerak. Demek bu qurultay nim deyildi? Hükümet ve partiya organlarida islohot elib berish, ya'ni siyosiy islohot elib berish. Yani bir nim deydi, noqul holda shuni bilan shakllanib qolmaydi deydi. Kerak. Belki texmu ilgirligen halda Kompartiya Jungo'da huquqni qo'lga olgandan keyin intayin keskin elib berildigan intayin zo'r bir qitimliq siyosiy islohot deb qaralish kerak. Dovit orbit Xitoyning o'zining orbiti juma. Mana jumlaga diqqat qiling juma. Ya'ni bir o'qib anglab o'ting juma. 3. umumiy yig'in noqul holda partiya va hukumat organlarida islohot elib boradi deb qaramaslik kerak. Belki texmi ilgirligen halda Kompartiya Jungo'da huquqni qo'lga olgandan keyin intayin keskin elib boradigan intayin zo'r bir qatimliq siyosiy islohot deb qaralish kerak. Bu işiniz bo'lsin, hurmatli vatandoshlar. Albatta bu xil siyosiy islohotni hargiz G'arbning demokratik islohotiga o'xshash deb qaramaslik kerak. Ehtiyot uchun tuzilgan jumla. Kompartiyaning nazarida G'arbning demokratiya shakli o'xshash bo'lmagan tarix, o'xshash bo'lmagan millat va o'xshash bo'lmagan diniy e'tiqod, madaniyat va o'xshash bo'lmagan taraqqiyot bosqichida ilgari surilgan 70 yil mobaynida nurg'un davlatlarga taraqqiyot akkalmayla qolmasdan, balki ularning qabohatlik tushiga aylandi. G'arbning demokratiyasi ideologiyalik kurashning quroliga aylandi. Hatto saylan bileti demokratiyaning butun jarayoni o'rniga o'tdi. Hurmatli maqol yozuvchi Dovi apandim hechnima bo'lmabdi G'arbning demokratiyasi deganda hechnigi yaramabdi. Hech nima bo'lmabdi 70 yil mobaynida har qaysi davlatlarga taraqqiyot elib kelmak sizgacha 1978 yılı 11. növbetlik 3. umumiy yig'indan keyin 1980 yılı Amerika Qo'shma Shtatları savdoda e'tibor bir siyosatini sizga taqdim qilgandan keyingi bugungacha qo'lingizda dollar yerdan chiqdimi yoki osmondan tushdimi? Yoki o'sha demokratik islohotdan tushdimi? Siz buni demokratik islohot deyolmaysiz. Amerika sizga shu yordamni, ya'ni savdoda e'tibor berish yordamini qildi. Siz demokratik iqtisod siyosatiga mandingiz. İqtisodni qo'yib o'tdingiz. Bugun kel. Nemish 70 yildan bir davlatlar biringizni mag'lub bo'libdi. Siz nemish o'zingizning g'albisini yo'shirasiz, Dovi apandi. Armiya ishini tozalab qayta tartib solgandan keyin Xi Jinping milliy gullanishning asosi va kapolatini hal qilib, Jungoning ichki qismida qalaymaganchilik, parakandchilik chiqishning ehtimolligini tuvan chakka tushirib qolmasdan tashqari dunyoga qattiq tez suratda taraqqiy qilayotgan qattiq kuchni oshkorlab ko'rsatdi. Xi Jinping bu qatimli siyosiy islohotdan foydalanib, islohot etish jarayoniga chilinib yotgan bir turkum koni amaldorlarni o'zil kesel tozalab chiqarib o'tmaydi ekan, ijtimoiy inqilobni ishga oshirishga chorasiz qoladi. Ama gapga mas signal qarang. Hozirgi dashqal bo'lib turayotgan Kompartiya a'zolari, huquq bashi turayotgan Kompartiya a'zolarini tozalab, tashlab chiqarib o'tmaydi ekansan, sen ijtimoiy inqilobga ishga oshirishga chorasiz qolasan. Bu qatimqi partiya davlat organlari islohotining nishoni Kompartiya aniq so'zlab o'tdi. Ya'ni davlat boshqarish sistemasida ve boshqarish iqtidorini zamonaviylashtirish. Bu noktadan qaraganda bu qatimki siyosiy islohot harakati
güldürü var. Yağmur yok, ıslahat emas. Bu qıtımki ıslahat hareketi güldürü var. Yağmur yok, ıslahat emas. Belki yağmur ornuğa möldür yığış ihtimali var bir ıslahat. Belki yağmur ornuğa möldür yığış ihtimali var ıslahat. Dikkat ediniz.